Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun sizlar bilan iltimoslarga binoan shu kostyumni modellab ko'ramiz. Birinchi bo'lib kostyumga ahamiyat qiladigan bo'lsak, plankaning yonida vitochka yelkadan tushgan. Planka uchun 2 sm bo'yin o'yindidan yelkaga qarab chiqamiz va uni yassi chiziq yordamida old ochiqligi bo'ylab chizib olamiz. Rasmga ahamiyat qilgan bo'lsangiz, vitochka yuqoridan tushgan, sal halqob bo'lib qolgan. Shunaqa halqob bo'lib qolmasligi uchun 0,5 vitochkadan kirib chizib olamiz va uni qirqib olamiz. Bu juda katta bo'lmagan, lekin muhim sir hisoblanadi. Agar sizga modellash sirlari, tikuvchilik sirlari qiziq bo'lsa, sahifamda qoling, doim kuzatib boring. Orqa kurak vitochkani bel vitochkasi bilan tutashtirib olamiz va ana o'sha chiziqqa vitochkalarni tekis cho'qqi bo'lmagan holatda tutashtiramiz va uni yedirib olamiz. Agar bu holatda qilmasak, bizda vitochkalar o'rni burchak simon bo'lib, tikkan libosimizda bu o'zini aksini topadi. Va boshqa qog'ozga bel chiziq chizib olib, andozalarimizni bir tekisda bel chiziqqa yopishtirib chiqamiz. Yopishtirish jarayonida oralarini ochiq qilib yopishtiramiz, chunki etagi boksani sig'dirishimiz kerak bo'ladi. Va kostyum uzunligini beldan pastgacha bo'lgan qismini chizib olamiz. Bu sizni ixtiyoringizga bog'liq, 18-20, balkim undan uzunroq olarsiz. Va har bir bo'lakni pastga tutashtirib chiqamiz. Va o'sha chizib olgan etak chizig'imizga kostyumimizni boksiga qarab kengaytirish berib chiqamiz. Shu joyda old ochiqligini kesish esimdan chiqib qolgan ekan, uni to'g'rilab oldim. Endi plankani chizish uchun orqa bo'yin o'yindisi va old ochiqligini boshidan oxirigacha o'lchab va shuni razmerida chiziq chizib olamiz. Va shu o'lchangan uzunlikni orqa old bo'lak uzunligini yaxlit holicha qo'yib, o'rtaga buklov berib, necha santimetr planka xohlasam, shuni chizib olaman. Bu yerda eniga 14, uzunligiga 70 santimetrli planka chizib oldim.